Hammaga salom. Bugun koketlik ko'ylak uchun asos andoza chizamiz. Buning uchun bizga mana shu o'lchovlar kerak bo'ladi. Men asos uchun 48-razmer tanlab oldim. Bu 48 S ko'krak yarim aylanasi 48. 48 ni mana shu formulada bo'lib olamiz. 48 2 dan 1, 4 dan 1, 8 dan 1 va 16 dan 1. Shu javoblarni yozib olamiz. Andoza chizayotganda shu raqamlar bizga kerak bo'ladi. 1 nuqtadan 2 nuqtagacha dilini kiyim. Mana 1 dan pastga 2 gacha kiyim uzunligini qo'yib olamiz. Mana bu joyda 10 cm qoldirib, keyin bu yoqqa chizamiz. 1 dan 3 gacha razmeri 2 dan 1 minus 16 dan 1 minus 1 cm. 1 dan 3 gacha 20 cm belgilab 3 nuqtani qo'yib olamiz. 3 dan 4 gacha shirina orqa plus 1 cm. Mana 3 dan 4 gacha 20 cm qo'yib oldim. Hamma o'zida chiqqan cm qo'yadi. 4 nuqtadan 5 nuqtagacha razmeri 4 dan 1 minus 1. Mana 4 dan 5 gacha. 5 nuqtadan 6 nuqtagacha shirina oldi. Mana 5 dan bu yoqqa shirina oldini qo'yib olamiz. 6 nuqtadan 7 nuqtagacha razmeri 2 dan 1 dan 1 cm ayiramiz va 6 dan tepaga qarab yurib belgilab 7 nuqtani qo'yib olamiz. 6, 7, 8 nuqtalar burchak orqali birlashtiriladi. Mana 6, 7, 8. 4, 9, 1 nuqtalar ham burchak orqali birlashtiramiz. Mana 4, 9, 1. 1 nuqtadan 10 nuqtagacha razmeri 8 dan 1, bizda 8 dan 1 6 cm, 6 ga 1 cm 7, 7 cm birdan bu yoq tarafga qarab nuqtani qo'yib 10 qilib belgilab olamiz. 10 nuqtadan 11 nuqtagacha 2 cm bisektriya chizamiz. Mana 10 dan tepaga 2 cm chizamiz. 11 nuqta bo'ldi. 11 nuqta bilan 1 nuqtani avval qilib birlashtirib olamiz. Bu bizda orqa bo'yin o'yinchisi bo'ladi. 9 nuqtadan 12 nuqtagacha razmeri 16 dan 1 dan 0,5 ayiramiz. Bizda razmeri 16 dan 1 3 cm edi. 3 dan yarim cm ayirib 2,5 cm mana pastga qo'yib 12 nuqtani belgilab oldim. 12 nuqtadan 13 nuqtagacha 1,5 cm qo'yamiz. Qaranglar, lineyani 11 nuqtaga tekislab qo'yib olamiz. Mana 1,5 cm 12 nuqtada turibdi. Mana 12 nuqta 1,5 cm. Bizga yelka chizig'ini topish uchun kerak. 11 nuqtadan mana bu yoqqa qarab chizamiz. Mashitga nuqta qo'yib 13 nuqtani belgilaymiz. Mana bizda 13 nuqta. 12 dan 13gacha 1,5 cm. 4 nuqtadan 14 nuqtagacha razmeri 8 dan 1 dan 1 cm ayiramiz. 1 cm ayirgan chiqqan javobimizda 4 dan tepaga 14 ga qarab yurib 14 nuqtani belgilab olamiz. 4 bilan 5 nuqtani o'rtasini bo'lib 2 ga i nuqta qo'yib olamiz va 13, 14 i nuqtalar avval qilib birlashtiriladi. 7 nuqtadan 15 nuqtagacha razmeri 8 dan 1 ga 1 cm qo'shib belgilab olamiz. Alt bo'yin o'yin uchun 7 nuqtadan 16 nuqtagacha razmeri 8 dan 1 ga endi 1,5 cm qo'shib, menda 7 cm chiqqanda endi pastga qarab 7,5 chizib 16 nuqtani belgilab olamiz. Avval qilib birlashtiramiz. Bu bizda alt bo'yin o'yinchisi. 8 nuqtadan 17 nuqtagacha razmeri 8 dan 1 dan 1,5 cm ayirib, chiqqan javobini 8 dan pastga nuqta qo'yib 17 ni belgilab olamiz. 17 nuqtadan 18 nuqtagacha 1,5 cm belgilaymiz. Xuddi mana bu yerga lineyani qo'yib 12 bilan 13 ni topganimizdek, 15 ga lineyani qo'yib 15 bilan 17 ga 1,5 cm chiqib 18 nuqtani topib olamiz. 17 nuqta bilan 5 nuqtani 2 ga bo'lamiz, b nuqtani qo'yib olamiz. Mana 17, 5 2 ga bo'lib b nuqtani qo'yib olamiz. B dan v nuqtagacha 1 cm bisektriya chizamiz. Mana b nuqtadan v nuqtagacha 1 cm bisektriya chizamiz. Keyin 4, 5 ni 2 ga bo'lib i nuqtani qo'yib oldik. 5 dan 19 gacha razmeri 8 dan 1 minus 1. Mana 5 dan 19 gacha men 5 cm qilib oldim. Endi 18 v 19 i nuqtalari avval qilib birlashtiramiz. Bu bizda alt yeng o'yinchisi. Endi i nuqtadan pastga to'g'ri chiziq tortamiz. 7 nuqtadan pastga to'g'ri chiziq tortamiz. Keyin 14 dan bu yoqqa to'g'ri chiziq tortamiz. 19 dan bu tarafga to'g'ri chiziq tortamiz. Shu chiziq bo'ylab 10 cm etak qismi uchun, qopi uchun 10 cm kenglik qo'shamiz. Oldiga ham xuddi shunaqa 10 cm qo'shib pastga chiziq chizib olamiz. Mana 15 dan 20 nuqtagacha dilini alt koketga 15 dan 20 nuqtagacha alt koket uzunligini qo'yib olamiz. Yordamchi chiziqlar bilan 20 nuqtani belgilaymiz. 20 nuqtadan 21 nuqtagacha shirina bo'lib 2 cm, 16 dan 22 gacha 2 cm. Mana 20 dan 21 gacha 2 cm, 16 dan 22 gacha 2 cm. 1 dan 23 gacha dilini orqa koketga. Mana 1 dan 23 nuqtagacha orqa koket uzunligini qo'yib belgilab olamiz. Mana andozamiz tayyor bo'ldi. Old va orqa qismlarini ranglar bilan ajratib qo'ydim. Mana bu orqa koket qismi. Bu esa old koket. Mana bu qoq qismi. Xuddi shunaqa chizib kesib olasizlar. Mana hozir xuddi shu andozani kesib maket qilib tikib ko'rsataman.